Men yangi makaron brendi qilmoqchiman, lekin bozor to'lganga o'xshayapti. Bozor to'lganligiga sizda qanaqa argument bor? O'zi istalgan pozitsioneringda top 3 ta o'yinchi bo'lmasa, u pozitsionering yoki o'sha industriya hali bo'sh degan. Ya'ni-da o'yinchilar juda ko'p bo'lishi mumkin, aynan makaron yo'nalishida. Lekin men o'ylaymanki, mana o'zingiz nechta makaron brendini sanab bera olasiz? Mana ayting. Macpronto bor, Mackiz bor. Masalan, Makfa ham bor. O'sha Rossiyadan ko'proq kirib keladigan bizga o'sha o'rtadan sal yuqoriroq bo'lgan makaron brendlari bor va undan boshqa brendni siz sana olmaysiz. Bu degani bozor hali yetarlicha bo'sh degani. Hozir siz prosta mahsulotingizni unda yaxshilab chiqazing, sifatini to'g'rilang, yaxshi distributsiya qiling va yaxshi distributsiya qilganingizdan keyin ozgina reklama qilishni boshlang. Men ishonaman, hali bozor juda bo'sh. O'zi odatda bilasizmi, qanaqa bizneslar jozibador bo'lishi kerak? O'sha yo'nalishda juda ham ko'p o'yinchi bo'ladi, lekin ikkita uchta ajralib chiqqan oligopol bo'lmaydi. O'sha industriya o'zi eng jozibador industriya hisoblanadi. Chunki bora istalgan bozorda top 3 ta o'yinchi qoladi qaysidir industriyada. Masalan, makaron yo'nalishida ham top 2 ta yoki 3 ta o'yinchi qoladi. Menimcha hozir makaron yo'nalishida bu o'yinchilar yo'q. Yoki masalan, polfabrikat kotlet yoki chuchvaralarni ham ko'rsak bo'ladi. Juda ham ko'p o'yinchi bor. Mana siz qanaqadir Korzinka supermarketga borib qarasangizlar bo'ladi. Juda ham ko'p o'yinchilar bor. Ular iste'mol ham qilinadi, lekin orasidan bitta ajralib chiqqan brend yo'q. Pistada ham shunaqa edi. Masalan, bitta katta brend ajralib chiqdi. Ya'ni pista iste'moli juda katta edi va har xil juda ko'p mayda brendlar bor edi. Orasidan bitta gigant brend ajralib chiqib turib, shu industriyani yanada masalan egallab oldi. Men ham sizga shuni maslahat beraman.